Assalomu alaykum. Men Mahmudova Inobatay 46-o'rta maktabning 6A sinf o'quvchisiman. Mening ustozimning ismi Rahmatullayeva Mahbuba Jaloliddinovna. 9-may g'alaba kuni. 9-may g'alaba kuni bo'lib hisoblanadi. Bu yil g'alabamizning 75-yilligini nishonlaymiz. Ammo ulug' vatan urushida qatnashgan nuroniy, mehribon bobolarimiz juda ham kam qolganlar. Ular juda jasoratli, dovyurak bo'lganlar. Hozir esa biz tinch, farovon hayotda yashayapmiz desak, yanglishmaymiz deb o'ylayman. Hozir hamma o'zining xohlagan ishida ishlaydi, xohlagan joyida dam oladi va o'zi orzu qilgan o'quv joylarida o'qiydi. Urushda qanchadan qancha farzandlar yetim qolgan, ayollar esa turmush o'rtog'ini yo'qotganlar. Urushda qolgan yetim bolalarni ko'pchilik insonlar boqib uylariga olib borib, o'zlarining farzandlariga qo'shib parvarishlab, birga tarbiya qilganlar. Hech qachon unday urushlar bo'lmasin deb niyat qilamiz. Bizga ham kelajak avlod uchun obod va ozod yurt qolsin deb niyat qilib, bor ilmimizni ishga solib, shu orqali biz undan ham yaxshi rivojlangan mustaqil va mustahkam davlat qura olamiz deb ishonaman.